Siz Bolgariyada mehnat qilasiz va pul topasiz, ammo uni to'g'ri boshqarish muvaffaqiyat kaliti. Bolgariya bank tizimi Yevropa standartlari asosida ishlaydi. Ish haqi ko'pincha bank kartasi orqali to'lanadi. Shuning uchun ishni boshlagach, birinchi qadamingiz bank hisob raqami ochish bo'lsin. Pasportingiz, yashash ruxsatnomangiz va ish shartnomangiz bilan istalgan mahalliy bankda hisob ochishingiz mumkin. Muhim eslatma: bank komissiyalariga e'tibor bering. Ba'zi banklar naqd pul yechish yoki hisobni yuritish uchun to'lov undirishadi. Shartlarni o'qib chiqing. Tushunmaganingiz bo'lsa, so'rang. Ish haqingizdan har oy soliq va ijtimoiy sug'urta to'lovlari ushlab qolinadi. Bu qonuniy va rasmiy hisob-kitoblar uchun muhim. Uyga pul yuborish uchun xalqaro pul o'tkazma xizmatlaridan foydalaning. Masalan, Wise, Revolut, Western Union yoki bank o'tkazmalari. Pulni faqat ishonchli manbalar orqali yuboring. Notanish odamlarga yoki norasmiy xizmatlarga ishonmang. Pul tejashni odat qiling. Har oy kamida bir qismini jamg'arma sifatida saqlab boring. Favqulodda holatlar, safar yoki oilangizga yordam kerak bo'lishi mumkin. Firibgarlikdan ehtiyot bo'ling. Internet orqali foizli kredit, katta daromad olish, har qanday super takliflar degan xabarlarga laqqa tushmang. Hech kim sizga oson va shunchaki pul bermaydi. Qonuniy, rasmiy va nazorat qilinadigan moliyaviy tizimi sizni firibgarlikdan himoya qiladi. Yodda tuting, pul topish san'at, pulni asrash esa donolik. Yordam olish uchun Vazirlar Mahkamasi huzuridagi migratsiya agentligining ekrandagi bepul telefon raqamlariga yoki siz turgan davlatdagi vakolatxonasiga murojaat qiling. Agentlik vakolatxonalari mavjud bo'lmagan xorijiy davlatlarda fuqarolarga O'zbekiston Respublikasining xorijdagi diplomatik vakolatxonalari va konsullik muassasalari orqali yordam ko'rsatiladi. Bundan tashqari, huquqiy yordam Uzbot Telegram bot orqali ham bog'lanish mumkin. Agar O'zbekistonda bo'lsangiz, 1282 qisqa raqami yoki +99871 202 3355 raqamiga murojaat qiling.